Manzili beparasat. 1930-yillarning boshida New York tarixidagi eng birinchi supermarketlardan birini hozirgi AQSh prezidenti Donald Trampning dadalari Fred Trump ochgan edi. Lekin o'sha paytda Fred aka bitta narsani unutgan. Axir supermarket ochilish marosimiga osh tayyorlab xalqqa tarqatish kerak-ku. Biz esa bu xatolikni bugun to'g'rilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va New Yorkda ochilgan Amira deb nomlangan O'zbekona supermarketni ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Hozirda ushbu oshlarni biz barcha kelgan mehmonlarga tarqatamiz va video orqali men sizlarga aytib beraman. Qay tarzda ushbu supermarketning qoshida ham novvoyxona, ham qassobxona bor. Qolaversa, O'zbekistondan qanaqa mahsulotlarni bu yerda sotib olishimiz mumkin va qanaqangi O'zbekona milliy taomlar bu yerda sotiladi. Ularni hammasini ushbu video orqali bilib olamiz. Demak, like-ni bosib qo'yamiz va videoni tomosha qilishni boshlaymiz. New York aholisi xursand. Hozirda mana shu oshni birgalikda maza qilib yeymiz. Qolaversa, supermarket ochilish marosimida barcha mehmonlar ishtirok etishyapti, lekin supermarket ochilish marosimini biz taklif qilingan imomning duolari bilan boshlaymiz. الذين راح يزورون هذا المكان إن شاء الله يا رب العالمين. Amira supermarketini qoshida qassobxona borligi uchun hamma go'shtlar halol. Endi esa narx-navo. Mana laqim go'sht, mol go'shti 1 pound, bu deyarli yarim kilo, uning narxi $7. Bu yerda esa qo'y go'shti, uning 1 poundi, demak deyarli yarim kilo, narxi $9. O'zbek patiri, galosha noni, bundan tashqari chapchak va hech qachon buxonkani unutmasligimiz kerak. Ular ham shu yerda Amira supermarketida bor. Samarqand million somsasi, qolaversa barcha O'zbekona somsalar va eng asosiysi qovoqli va ko'k somsalar ham bu yerda bor. Barcha turdagi o'zbek milliy taomlari bu yerda mavjud va eng asosiysi mana tuxumbarak, qolaversa chuchvara va men eng yaxshi ko'rgan o'zbek milliy taomi bu qovoqli mant ham bu yerda bor. Ushbu supermarketning egasi Avazbek, bizning vatandoshimiz, ularning turmush o'rtoqlari Parvina shaxsan o'zlari mana shunday chak-chak, qolaversa barcha desertlarni tayyorlaydi. Guruch, ayniqsa Xorazm guruchi. Qolaversa mosh va no'xat, hammasi O'zbekistondan. Va bundan tashqari namatak, bodomli shirinliklar, quritilgan olcha, quritilgan olxo'ri, yong'oqlar hammasi O'zbekistondan olib keltirilgan. Amira supermarketining manzili beparasat. Shu yerda 3752 Northern Avenue ko'chasida joylashgan. Aytgancha Avaz akaning bunday supermarketlarini soni yana 3 ta. Va mana shu supermarketlarning adreslarini video tagida yozib qoldiraman. Bu degani Misr Otabek TV kanalida va New Yorkdagi O'zbekona Amira supermarketida ko'rishganda ko'rishguncha.